Sherali Hojiyev bizni tog'amiz bo'ladilar. Onamni ukalari. Sherali Hojiyev bizani 2002-yil mana shu qishloqdan olib ketib, Toshkentda Madaniyat kollejida o'qishga kirgizdilar. 3 yil bizani o'qittirdilar. Nima deydi? O'z farzandlariday bizga masalan mehr berdilar. O'qittirdilar, yedirtirdilar, ichirtirdilar. Rahmat. Bizani mana shuncha bir televideniyada chiqarib, elga mashhur qildilar. Siz uylarda yashadingizmi? Men o'sha biza shu o'qishga kirganimizdan o'sha Sherali tog'amni Beltepa degan rayoni bo'lardi-ku Toshkentda. O'sha 9 etажkada biz turardik. O'sha tog'amni uyida turganmiz. Tog'amni uyida turib, o'qishga borib kelib, ijod qilib yurganmiz. Bizga yaxshiliklari ko'p. Mana masalan o'qittirdilar, yedirdilar, ichirtirdilar. Mana dunyoda mashhur qildilar. Shuncha nima deydi, o'z farzandlariday bizani ko'rib, o'qittirib shu bu yer Buxoro viloyati Shofirkon tuman Talisafet qishlog'i. Mana shu Sherali tog'am mana shu yerda, mana Tolib Hojiyev mana shu yerda bular tug'ilib o'sgan qishloq. Talisafet kinosi mana shu Talisafet qishlog'ida olingan. Talisafetning ma'nosi endi mana shu yerda oq tepada endi o'zbekchasida. Tal bu tepa, oq bu safet. Bu shunaqa. Bu kino mana shu yerda olingan. Shu endi kim qanaqa nima desa desin, lekin Sherali tog'amiz bizga ko'p yaxshiliklar qilgan. Ko'p yaxshiliklar qilgan. Rahmat shu inson, shu tog'amga rahmat. Hamma tog'amga rahmat. Hammalari ham bir-biridan mehribon.